siz bir odam gunoh qilyapti. Bir odam narigi tomonda masalan bir gunoh ish qilib o'tiribdi. Siz bu yerda tahajjud o'qiyapsiz. Undan o'zida afzal deb bilmang. Uni amalidan siz amalingiz afzal, amal sifatida qarasa agar. Ammo u sizdan afzal bo'lishi mumkin, chunki siz ibodatda kibrga ketib, u o'sha gunohdan tavba qilib ketishi mumkin. Abu Hafs aytganlaridek, bir mastni ko'rsang, mast alas dovdirab kelayotganini ko'rsang, bir ikki o'ng chapga tashlab qo'ygin. U yoq bu yoqqa. To'yinki qalbingga kibr kelmasin, u gunohkor, men itoatkor degan. Ki Alloh unga tavba berib seni adashtirib qo'ymasin. U kishiga ham aytdim, mana shu sizni xatoyingiz. Chunki taqvo qilayotgan paytingizda boshqalarni betaqvo his qilib turib qo'yansiz. Bu o'sha vaqt taqvo ketgan bo'ladi. Siz taqvo qilib odamlar harom yeb turgan paytda shubhadan ham o'zingizni tiyib turib, lekin bular mendan baribir afzal boshqa tomondan deb turishingiz kerak edi.